Buxoro shahrida xorijda ish nomli xalqaro mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Mazkur loyiha doirasida viloyatdagi jami 516 ta mahalla qamrab olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, tadbirga oid e'lonlar 67 ta Telegram kanal va guruhlar orqali tarqatilib, 70 ming martadan ziyod ko'rildi. Natijada 1000 nafardan ortiq fuqaro onlayn va offlayn shakllarda ro'yxatdan o'tdi. Yarmarkaning asosiy maqsadi xususiy bandlik agentliklarining viloyatdagi faoliyatini kengaytirish, ular orqali mavjud bo'sh ish o'rinlari haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish, shuningdek fuqarolarni xorijiy tillar va zamonaviy kasblarga o'qitish orqali xavfsiz, qonuniy va tartibli mehnat migratsiyasini ta'minlashdan iborat bo'ldi. Juda ko'pchilikka bitta savol qiziqtiryapti, ya'ni bu xususiy bandliklar ishonchlimi, ya'ni to'g'ri o'zimizga munosib ish topa olamizmi degan savollar juda ham ko'p bo'lyapti. Shuni aniq aytishimiz mumkinki, demak, xususiy bandliklar litsenziyaga ega, ya'ni migratsiya agentligi tomonidan kerakli mezonlarni bajargani uchun demak litsenziya berilgan va mana shu litsenziya asosida ular o'z ish faoliyatini yuritadi. Agarda mana kamchiliklar yoki boshqa holatlar kuzatilsa, migratsiya agentligi demak tegishli tartibda litsenziyani bekor qilish huquqiga ham ega va shu asosda demak ularga bemalol demak ishonch bildirilgan va mana shu ishonch orqali demak fuqarolarimiz bemalol bugun murojaat qilib o'zlari sohalariga mos keladigan ish o'rinlariga ega bo'lishlari mumkin. Tadbirda litsenziya asosida faoliyat ko'rsatayotgan 20 dan ortiq xususiy bandlik agentliklari hamda boshqa hamkor tashkilotlar ishtirok etdi. Ular tomonidan xorijdagi ish o'rinlari, mehnat sharoitlari, ish haqi miqdori, yashash sharoitlari va ishga joylashish tartib-qoidalari yuzasidan batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Bugungi kunda litsenziyaga ega 43 ta xususiy bandlik agentligini aksariyatini o'z a'zosi qilib olgan bizning assotsiatsiyamiz bu kabi tadbirlarni har yili qilib kelishadi. O'tgan yil ham bir nechta viloyatda qildik. Bu yilgisini ilk mana Buxoroda qilyapmiz. Xorijiy mamlakatlarda yuqori maoshli, yaxshi sharoitlarga ega anaqa ish o'rinlarini mana shu litsenziyaga ega xususiy bandlik agentliklari borib, muzokaralar o'tkazib, ishonchli ish beruvchilarni olib kelib, ulardagi bor kvotalarni mana shu xalqimizga, hamyurtlarimizga ulashishadi. Hamyurtlarimiz o'zlarini mutaxassisliklaridan kelib chiqib, o'zlariga ma'qul kelgan bo'sh ish o'rniga murojaat qilishadi. Mana shu litsenziyaga ega xususiy bandlik agentliklari tartibli, tashkiliy ravishda hamyurtlarimizni ishonchli, yuqori maoshli ishlarga yuborish. Mazkur tadbir aholining mehnat bozoridagi imkoniyatlarini kengaytirish, fuqarolarning huquqiy ongi va xabardorligini oshirish, shuningdek, xalqaro mehnat migratsiyasini tizimli va shaffof yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etdi.